Har bir insonning nozik nuqtasi bor. Qoqilib ketadigan nuqtasi bor. Yosh yigitlarni qoqiladigan nuqtasi, yosh yigitlar emas, o'zi katta kishilarda ham qoqilib ketadigan nuqtasi ayollar. Va xususan yosh yigitlar, balog'atga yetgan, hali uylanmagan yigitlarning nozik nuqtasi mana shu ayni ayollar bo'ladi. Shayton aytadi. Shayton aytadiki, "Ammeni ziyorat qilmaganingga 1 oy bo'ldi. Iymoning bormi o'zi seni?" deydi. Bu boyagindaqa qizlari shunday bir yarim yalang'och chiqadigan, sizni masxara qiladigan xonadonda bormay qo'yuvdingiz, shayton keladida, "Seni iymoning bormi? Bu nima qilgan ishing? Bor, o'tir ular bilan. Siylar rahim qilmaysanmi? Axir falon savoblar bor." Ular agar yarim yalang'och bo'lsa, gunohi o'zini bo'yniga. Ammo bu qoida bo'yicha zararni daf qilishlik foydani jalb qilishlikdan muqaddam turadi. Fasodni daf qilishlik.